Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar, tuzingizlar? Kuninglar xayrli o'tdimi? Zerikmayapsizlarmi? Sovuqlarda zerikkan bo'lsanglar, yuringlar, sizlarni bir mehmonga olib boraman. Qayoqqa deysizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Shunaqa qilib, shuncha odamni mehmonga aytib qo'yib, Oyjon ikkalamiz hijolat bo'lib qolmaylik deb birpasda mantilarni chugib tashladik. Tayyor bo'lgunimizcha bu yoqda mantilarimiz ham pishib chiqdi. Mana senga kolxoz uchun deb murchlarni ham bosib sepib boribman qiziqishda. Shunaqa qilib biz yo'lga chiqib oldik. Biz Alijon ota choyxonasi va baliqxonasiga yetib keldik. Bizni bu yerda birinchi bo'lib baliqlar kutishib oldi. Mehmonlar sekin mehmonxonaga kirib ketayotgan bir vaqtda men baliq pishiriladigan jarayonlarni ko'rish uchun tayyorlanadigan joyga o'tdim. Voy, qaranglar, shunaqa ham zo'r bo'lib pishibdi baliqlari. Bu yerda bir-biridan ajoyib baliqlar tayyorlanar ekan. Qaranglar qizlar, kattaligini. Bu esa bizga tayyorlanayotgan osh. Hamma narsani sizlarga ko'rsatib o'tib ketishda lozim tutdim. Qaranglar, qanaqa chiroyli qilib bezatib, xonalarga kirgizishib yuboryapti ekan baliqlarni. Mazasini aytmaysizlarmi? Biz bu yerda kichik bir tadbir o'tkazish uchun yig'ildik. Ana bolali bo'lib qatga sig'asan, qishda deydigan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Bu yerda har qancha bola bilan borsanglar ham katta-katta xonalari bor. Baliqlarni bo'lsa juda ham chiroyli qilib pishirib oldinglarga tortishadi.